Mana kechki payt. Ariq qaytgan payti mana. Ishlatganlar biladi. Uni rozoviy rangi bor. Aerozolli. O'sha rangi yaxshi. Endi buni ham olgan edik. Hozir ishlatyapmiz mana. Buni hozir bilmaganlar uchun mana bitta ko'rsatib beramiz. Bitta bosamiz bo'ldi. Teskari qilinadi. Bitta. Pist qilsa bo'ladi mana. Ko'pi zarar. Mana shu holatda dorilanadi. Bu kanaga qarshi, ariqning kanasiga qarshi. Mana shu rozoviy rangini ishlatib ko'rdik. Yaxshi chiqdi. Endi buni ham xudo xolasa ikkinchi marta mana sinab olamiz.